Endi Aliyev bilan bo'lgan holat bu futbolda bo'lib turadigan holat. Masalan, men Aliyevni bu holatiga ko'pchilik hozir tanqid qilyapti bu narsani, lekin nima uchun men reaksiya berdim? Birinchi navbatda biz vatan sha'ni uchun o'ynayapmiz. Biz masalan o'sha tanqid qilayotganlar ham bilib qo'ysinki, biz O'zbekni o'sha o'zbek xalqini g'urur, or nomusi uchun maydonda o'ynayapmiz. Bunaqa holatlarda bunaqa xatolar qilish mumkin emas. Chunki biz o'sha Sarsenbayev bilan bo'lgan holatda ularga misol qilib keltirganmiz. O'yindan oldin ham juda ko'p bu ustida ishladik, tushuntirdik futbolchilarga. Har qanaqa holatda ham, nima bo'lgan taqdirda ham sizlar emotsiyalarga nazorat qilishlaring kerak. Maydonda o'sha kerak emas vaziyatda qizil olmanglar, shunda ham sariq kartochkalarimiz ko'p deb qayta tushuntiryapmiz. Lekin ko'ryapsiz, oddiy vaziyatlarda futbolchilar ularni provokatsiyasiga uchrayapti. Nima uchun meni o'sha vaziyatda jahlim chiqib ketdi, qizishib ketdimki, bu men tomonidan, murabbiylar tomonidan 100 marta emas, 1000 martalab aytilgan vaziyatda. Biz 1000 martalab ogohlantirgandik, 1000 martalab tayinlagandik. Lekin shu narsalarni bilib turib, shu narsalarni eshitib turib futbolchi maydonda yana shunaqa holat qilgani uchun bitta men unga kerakli tanbehni berdim deb o'ylayman. Bu uchun sabab bo'ldi.